Mirzo Ulug'bek rayoni Akademik Garadokda joylashgan 2.6 sotuq yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy binoni umumiy kvadraturasi 350 kvadrat, xonalarning soni 6 ta. 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino ko'tarilgan podol birinchi va ikkinchi qavat, avtomat darvoza o'rnatilgan va hovli qismida 2 ta mashina sig'adiganli joy ajratilgan. Hovliga kirganimizda chap tarafimizda hovli qismi uchun hojatxona va navesi tegida yozgi oshxona joylashgan. Mebel va texnikalar bilan jihozlangan uyga obzorini qilib beramiz. Uy ichiga kirib kelamiz. Birinchi qavatda hol, oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va bitta sanuzel joylashgan. Chap tarafimizda hol qismi bo'lyapti. Ko'rib turganingizdek yumshoq mebellar bilan jihozlangan va bu joyda kaminlar ham o'rnatilgan. Devorlariga attachmentlar ishlatilgan va potoloklarning balandligi 3,5 metrni tashkil qiladi. O'ng tarafimizda prixo'jiy shkaflar yasatilgan. Oshxonaga kiramiz. Oshxonada mebel va texnikalar bilan jihozlangan. Bu joyda texnikalarda xolodilnik, mikrovolnovka, duxovkasi bor. Chiroyli kuxonli garniturlar yasatilgan. Kir yuvish mashinasi ham xuddi shu joyda. Demak, kuxnya, stolовая. Domofon tizimlari o'rnatilgan va terma regulyatorlar ham qo'yilgan. Xohlagan temperaturalarni belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Birinchi qavatda joylashgan umumiy yuvinish xonasining ko'rinishi. Smesителlar installyatsiya qilingan, unitaz va bide o'rnatilgan. Mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichiga kirib kelamiz. Bu xonaning razmeri uzunasiga 5 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Spalniy kravatlar o'rnatilgan va bu joyda mana shkaflari ham bor. Imoratga kirganimizda to'g'rida zal bo'lyapti. Zal razmeri uzunasiga 7 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. 10 kishilik stol o'rnatilgan. TV zonasi ham juda ham chiroyli chiqqan. Mana shunaqa pattabalari bilan. Demak, birinchi qavatda oshxona, hol, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va bitta sanuzel bo'ldi. Endi imoratning ikkinchi qavatiga ko'tarilamiz. Imoratning ikkinchi qavatida 4 ta xona joylashgan va 2 ta sanuzeli bor. To'g'rida ikkinchi qavat uchun umumiy sanuzel bo'lyapti. O'ng tarafimizda 2 ta xona joylashgan. Shundan bittasi ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona. Va shu xonaning ichiga kiryapmiz. Xonaning razmeri uzunasiga 7 metr va eniga 4 metr. Bu xonaning ichida alohida o'zini yuvinish xonasi joylashgan. Shu xonaga tegishli bo'lgan sanuzelning ko'rinishi. Yana bitta yotoqxona. Razmeri birinchi qavatda ko'rganingizdek 5 ga 4 razmerda. Bu xonada spalniy kravat va shkaflari bor. Kichikroq hol qismi ikkinchi qavatda joylashgan umumiy sanuzel. Bolalar uchun ajratilgan yotoqxonaga kiramiz. Bolalar uchun ajratilgan ikkita yotoqxonaning razmeri bir xil, 4 ga 4 razmerda. Ikkinchi qavatda joylashgan 4-yotoqxona. Demak, ikkinchi qavatda 4 yotoqxona, 2 ta sanuzel bo'ldi. Endi imoratda podol qismiga o'tamiz. Imoratda tegi butunlay podol bo'lyapti va bir nechta xonalarga ajratilgan. Katta yaxlit bitta xona bor.
bu xonani damashnikni adapteri yoki bo'lmasam trenajyorni zal sifatida foydalanishingiz mumkin bo'ladi va podol qismida ham ko'rib turganingizdek mana yumshoq mebelli o'rnatilgan bu joyda TV zonasi, o'rtada jurnalniy stoligi bor. Mana shunaqa ko'rinishdagi podol qismi bo'lyapti. Bitta xona kotelni uchun ajratilgan. Kotelning ko'rinishi bu joyda do'konturli kotel, suv uchun bo'ldi, qator ketgan nasoslar, расширительный bak, avtomatika stabilizatorlari ham bor. Va bu joyda 5 ga 3 razmerda yana bitta kichikroq xona joylashgan. Bu ko'rsatgan uyimiz Mirzo Ulug'bek rayoni Akademik viadukda joylashgan 2.6 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 350 kvadrat, xonalari soni 6 ta bo'ldi. Mebel va texnika bilan jihozlangan uy narxini описаниеga yozib qo'yamiz. Bu uyga qiziqadiganlar 99 856 70 80 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.